martalar uçtu, 8 marta. Xo'sh, mana endi azizlar biz mana tadbirkorlik do'konimizdamiz. Bu Samarqand viloyati Nurobod tumani, Nurobod shahri. Endi ahvolni qarang. Bugun 2025-yil 25-sentyabr. Shu kuni bilan bir kunda ichida 4 marta o'chiryapti. 4 marta. Mana shunaqa holat. 4 marta. Endi aytishingiz mumkin. 4 marta endi ma'lum bir vaqt o'tkazib yana yoqayapti-ku deyishingiz mumkin. Lekin bir qo'shadi, bir o'chiradi, bir qo'shib olyapti. Bir o'chiradi, bir qo'shib oladi. Sizlar bilasizlar, mana bu ko'pchilik elektriklardan nimalardan bir so'rangda, shu paytda nima bo'ladi? Katta mana bunaqa bir apparaturalarınız bor, mana xolodilniy apparatlarimiz bor, konditsioner deysizmi, shunga o'xshagan apparatlar ko'pchiligi qisqa, bir uchib bir yoqishda nagruzka oladi. Bilasizmi qanchalik bu tadbirkorga, xalqimizga, xonadonlarda ham qanchalik zarar berishini bilasizmi? Endi meni bir narsa, mana bu ham tadbirkor, ham shu O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida bir narsaga e'tibor qaratingizlar. O'sha elektr tarmoqlari, O'zbekiston Respublikasi elektr tarmoqlari, menimcha davlat tasarrufidagi shu korxona rahbarlari mana shu necha yillar davomida mana shu Samarqand viloyati Nurobod tumanida shunaqa holat yuzasidan aholi, shaxsan men o'zim bir necha bor xat qilganman. Prezident portaliga, elektr tarmoqlari masalasi bo'yicha shu yuqori turuvchi organlarga. Nima uchun mana shu holat haligacha yakun topmadi? Bilasizmi nima uchun yakun topmaydi? Bu tarmoq mutlaqo boshidan pastgacha tozalanish kerak. Men shu tarafdoriman. Meni yomon ko'rasizmi, boshqa qilasizmi? Men shunday gapiraman. Nima uchun degan savol tug'iladi. Siz tadbirkorlarga, xalqqa necha barobar tukni ko'tardingiz? Bo'pti, xalqni qo'ying. O'zim haqida gapiraman. Meni o'zim tarifimga 3 barobar narxga qo'ydingiz. Elektrda 3 barobar narx qimmat narxda to'layman. 5 millionlab to'layman. Oldindan to'lov dedingiz. Xo'p dedik. Oldindan to'lov qilib beryapsiz sizga. Qayerda bor bu narsa bu? Oldindan to'lov qildik. Limit dedingiz. Limitdan chiqmaysan dedingiz. Dedilaring. Hozir mana endi ekonomika dedinglar. Qo'yyapmiz mana bu oq galaginkani, shunga ham mayli deb. Yana nima qilish kerak? Yana mana nima deb o'ylaysizlar? Nima qilish kerak? Bu nima ahvol bu? Ha? Men indamasam, siz indamasangiz, hech kim indamasa. Sizlar o'zlaringdan bilib buni bir kontrolga ola olmaysizlarmi? Bunga bir qaraydigan mutasaddi bir yuqorida turuvchi organlar yo'qmi? Ha? Faqat tadbirkordan ya boshqa xalqdan bir nimani talab qilishdan oldin bir nimani berib qo'ygan, normalni berib qo'yinglar, ey noinsoflar. O'sha transformatorlaring tekshiruv yo'q. Nurobodning kirib, men shunday borib ko'rsataman sizlarga. Stolbalaring chirib yotibdi, narigi tarafga bitta qarang. Endi u masalani mayli ko'tarib o'tirmaylik. Transformatorlaring eski. Kabellar eski Sovet tizimidan qolib ketgan kabelda o'tiribdi. Nurobod mana bu nima tashkilot. Elektr ta'minot tashkiloti eski hammom. Nechta almashyapti, kattalar nechta almashaveradi. Bir necha bor endi men chiqarmadim, endi bu xalq endi ko'rgan odam mana yerda bitta 4 ta marojni ko'rsatibdi demasin dedim. Erib ketgan marojlarni 4 millionlik, bir marta 7 millionlik, kolbasalar 8 millionlik mana oddiy bitta tadbirkor sifatida, oziq-ovqat do'konni bir xodimi sifatida aytayapman. Bu nima, bizga pul emasmi bu? Ha? Hozirgi kunda ichki turizmning topishni o'zi bo'lmayapti-da tadbirkorga. Xalqqa. Men ham shu bir xalqning bo'lagiman. Kim buni qachon o'zgartirasizlar? Qachon?
3 barobar deb va'da berdilaring, 3 barobar to'lasang, ha, tuk, bu yaxshigina summa-da, bunaqa summalar yo'q bu. Boshqa ko'p, masalan, davlatlarda rivojlanganlar, qaloq davlatlarda ham bunchalik darajada emas. Bizda 3 barobar 7 millionlab, 5-6 millionlab tukka bermayapti hech kim. Yana aytishing mumkin, chet elda aytishing mumkin, ba'zi bir joylarda 10 million deb. Oylikda ham bir e'tibor qilinglar-da, u yerda qancha 10 ming dollar olyapti. 20 ming dollar oladigan joylar bor. Bu qachongacha davom etadi? Shuning uchun yuqori turuvchi organlar, mana shu qonun ustuvorligini ta'minlovchi prokuratura, O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi mutasaddilar, mana shu elektr ta'minoti korxonasi, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri, energetika vaziri, sizlarga men yana bir marta murojaat qilib so'rayapman. Samarqand viloyati Nurobod tuman elektr ta'minoti korxonasini ishini nazoratga olishingizni, xizmat tekshiruv o'tkazishingizni so'rayman. Qancha pullar, bizdan to'lanayotgan pullar qayerga ketyapti? Nima uchun yangilanmaydi? Transformatorlar eski tos. Necha martalab o'zimiz qo'yganmiz. Ko'pchiligi pul yig'ishtirib qo'ygan joylarimiz bor. Nima uchun bu oxirigacha tugamaydi? Nimaga bu narsani oxiriga hech kim yetmaydi? Bu nechinchi mana asrda? Bu nechinchi asrdamiz mana? Mana nechinchi asrda yashayapmiz? Mana. Sham. Ha, bir unday bo'lib qoldi. Bir bunday, bir unday bo'lib qoldi emas. Bu yerda bu muttasil davom etyapti. Davom etyapti. Mana yerga bitta lishni lampochka yoqib qo'ysam, kelib turib yugurib o'tkazib men videomda chiqarganman. Kelib turib buni o'chirib qo'yasam, falonpiston har xil gaplar bilan bizni yopishmoqchi bo'ldi. Bizga nisbatan har xil tazyiqlar bo'ldi. Lekin mas'uliyat bitta mendamanmi? Siz ham shu O'zbekiston Respublikasi fuqarosimisiz? Prezident aytayotgan o'sha rivojlantirish bo'yicha nima ish qilyapsizlar? Faqat televizorga chiqasizlar, va'da. Unday qilyapmiz, bunday qilyapmiz, planlar shunday, kelajakda orzu, mana bunaqa narsalar qilamiz. Bu planlar, bu mustaqillik bo'lganimizga necha yil bo'ldi? 91-yil mustaqillikdan keyin necha yil yashayapmiz? Nima bizlar qarib bu dunyodan o'tib ketgandan keyin bir normaga keltirasizlarmi? Sal joyingdan turib, joyingdan chiqib, mutasaddilar chiqib, boshliqlar kelib turib bir ketib yormay, mana shu har bir transformatorga yo'riqani deydigan mard bormi? Kelib turib bitta kelib yoki masalan shu hokimiyatdan shu muammoni hal qilsalaringiz, shu xalq sizlarga shu yaxshi tilak bildiradiki, duo olasizlar-ku shundan, duo. Men gapirmasam indamay o'tirsam, u gapirmasa indamay o'tirsa. Shu sizlarga shu foydalimi? Ertaga sizlar ham hammalaringizni turab qo'ygan emas. Hokimlikdan ham tusharsan, boshqadan ham, boshqa hammang tushasan. Lekin kim garantiya beradi shu ertaga nevaralaring, farzandlaring shu holda mana hozir o'zgartirmasak, shu kecha kunduzda bu o'zgartirmasak bunaqa vaziyatlarni, men aytmasam, boshqa aytmasa, siz loqayd bo'lsangiz, bu narsani kim buni qiladi? Kim uchun bizga chekkadan kelib birov qilib bermaydi buni? Yo aytinglar, agar qo'limizdan kelmay yig'ishtirib tashab mard bo'lib ketinglar, o'rniga o'tirsin boshqa odam. So'raydigan bormi, yo'qmi bunaqa ahvolda buni? Bilmadim, endi hozir qancha vaqtda yonadi? Kutamiz endi, nima qilamiz? Kutamiz. Buyog'i gazni aytib o'tirmaymiz endi. Hozir qish boshlanadi, muammolar shunchalik boshlanadiki, endi buni aytgiligi yo'q. Shuning uchun endi insof kerak, insof, og'aylar, insof kerak. Shuning uchun mana shu elektr ta'mirotlari korxonasi raisi, mana shu narsani shaxsan o'zingiz energetika vaziri, mana shuni shaxsan buni inobatga olib o'zingiz shu masalani hal qilib berishingizni so'raymiz. Hozir bu juda yozda ham shunaqa vaziyatlar juda ko'p bo'ldi. Endi bundan buyog'i
qish kelyapti. Bu narsalarni agar bir necha qancha vaqtlar, yillar oralig'ida bitta shu tumanda, bu markaz, bu shahar, bu bitta shaharga bitta xodimingiz kelib bu narsalarni bir ko'rish imkoni bo'lmasa, nima qilib bu xodimlar bu yerda ya boshqa nima qilib kabinetida o'tiribdi? Prezident aytganday, prezident joyingdan chiq deb turgan joyida nimaga joyiga chiqib o'rganilmaydi? Nima uchun mana shunaqa ahvolda bular? Ha? Uyat bu, uyat. Men shu yurtda farzandlarimiz, biz endi nima bo'lsak bo'ldi, farzandlarimiz, bundan keyin nevara-chevaralarimiz bunaqangi bir ibtidoi jamoa tuzumidagidek holatlar, eski bundan bir 50 yillik, 30 yillik oldingi holatlarda bunaqa holatda o'tirishni xohlamaymiz. Shuning uchun sizdan yana bir marta iltimos qilib so'raymizki, mana shu muammolarni hal qilishga bizga bir amaliy yordam ko'rsating. Salomat bo'ling, bu yaxshilik qoladi. Bu butun robotliklar, men ham shu bir xalqning bir bo'lagi sifatida sizga murojaat qilib turibman.